Keliningizni ayblarini boshqalarga gapirib yurmang. Masalan, uzatilgan qizlaringiz kelib qoladi-yu uyga. Yoki bo'lmasam qo'ni-qo'shnilar kirib qoladi, opa-singil, qavmi-qarindoshlar kelib qolishadi mehmondo'chilikka. O'tirib olib, kelinni g'iybatini qilib, orqasidan yomonlab, kamchiliklarni gapirmanglar. Bu bilan isloh qilib bo'lmaydi. Faqatgina obro' to'kish bo'ladi va g'iybat degan narsani biz bo'ynimizga olib qo'yamiz. Agar biz kelinimizni kamchiligini to'g'rilamoqchi bo'lsak, yo'li bor. Xato qilgan vaqt endi kimda xato yo'q. Hammamizda xato bor-ku, hammamiz ham aybimiz bor-ku, kamchiligimiz. Va undan tashqari kelin olayotgan vaqtimizda balkim sovchilik paytida ko'pchilik aytadigan narsa, bizni qizimiz hali tayyormas desa, biz hamma narsani o'zimiz o'rgatib olamiz deyshadi-da. Hamma narsani o'zimiz o'rgatib olamiz deydi-da, keyinchalik kelin bilmas ekan deb turib aybini doston qilishadi. Yo'q, nima qilish kerak aytayman. Kelindan xato sodir bo'ladigan bo'lsa, kamchilik bo'ladigan bo'lsa, nimanidir o'xshatib olmaydigan bo'lsa, o'sha zahotiyoq gapirilmaydi. O'sha paytda sabr qilinadi, sukut saqlanadi. Biroz vaqt o'tgandan keyin kelinni endi yaxshi tomonlari ham bor-ku, adolat qilib, biz insof qilib, uni maqtaydigan bo'lsak ham foydasi zo'r. Maqtab qo'yamiz, kelin qo'llaringiz dard ko'rmasin, juda ham ovqatlaringiz mazali chiqibdi deymizda, undan keyin biroz vaqt o'tgandan keyin o'sha kamchilikni mana shu xatolarni qilmasangiz yaxshi bo'lar edi deb qo'ysangiz bo'ldi. Kelin o'zini o'zi isloh qiladi. Eng qizig'i, boshida hamma kelinni yaxshi ko'radi. Qavmi qarindoshlar, qo'ni-qo'shnilar, yangi kelgan beg'ubor, samimiy kelin keyinchalik hammani oldida ko'z o'ngida obro'si tushib ketadi. Nimaga? Chunki bir inson chiqadida hammaga uni aybini doston qilib yuradi. Uni qilmanglar. Isloh qilmoqchi bo'lsangiz, biroz vaqt o'tkazasizda, undan keyin bitta maqtab olib turib, keyin kamchiligini aytadigan bo'lsangiz, ta'siri kuchli bo'ladi, foydasi bo'ladi. Lekin boshqachasi bo'lsa, obro' to'kish deyiladi va g'iybat deyiladi. Bu nima ekanligi juda ham yaxshi bilasizlar o'zingizlar. Xullas, shunaqa gaplar kimgadir foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'yinglar. Undan tashqari video qismiga o'zingizlarning shaxsiy fikrlaringizni yozib qo'yadigan bo'lsanglar, xursand bo'lamiz.